أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. tilovat Qur'on, halovati iymon, xushnudi rahmon. Allohim ojizona qilgan tilovatlarimizni dargohingda qabul etgin, nuqsonlarini kechirgin. Hosil bo'lgan Qur'on nurlaridan Alloh hammamizga shifo, rahmat, hidoyatlarini ato etgin. Yaratgan egam xonadon sohibini ham safarlarini bexatar, har birimizdan qilingan duo, o'qilgan Qur'on, yozilgan dasturxon ihsonlarini xayridan qabr uylarini Allohim munavvar etgin. Allohu akbar. Alhamdulillahi Rabbil alamin val aqibatu lil muttaqin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in amma ba'd. Xush kelibsizlar aziz ayollar, qadamingizga Allohning yaxshiliklari, hasanotlari, inshaalloh mag'firatlari yog'ilsin. Xudoning rahmati bilan mana shirin dastaxonda issiq didorda ko'rishib turibmiz. Buning uchun Allohga hamd sano etamiz. Bugun bu xonadonda Alloh rizoligi uchun ihson dasturxoni yozildi. Xonadon sohiblari mana dunyodan o'tib, hammamiz bir kun qadarimizda so'ngida yetib boradigan manzilimizda o'zlarini qo'nimlarini topdilar. Dunyoga inson zoti kelar ekan, Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, Zariyat surasining 56-oyatida ins va jin toifasidan bo'lgan jamiki maxluqlarimni o'zimga sajda qilish uchun yaratdim deydi. Ya'ni bizni dunyoga kelishimizdan maqsad o'qish, ishlash, farzand orttirish, uy-joy qilish, oila qilish, obro' e'tibor, mansabdor bo'lish emas, balkim bitta maqsad. Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Sizlarni yaratishimdan dunyoga maqsad o'zimga sajda qilish uchun yaratdim deydi Alloh. Ana endi buni qanchalik ustidan chiqyapmiz, qanchalik chiqolmayapmiz, bu o'zimizga, vijdonimizga havola bo'lar ekan. Kimdir 6 yoshida kelyapti namozga, kimdir 60 yoshida kelyapti. Asosiysi dunyoda Allohga sajda qilib ulgurib qolishimiz birinchi o'rinda turar ekan. Alloh taolo nasib etsinki, mana shu qachon qaysi yoshda bo'lishidan mayli qat'iy nazar chin dildan, ixlos bilan va so'nggi xotimamizgacha ibodati sajdasidan ayrilmaydigan bo'lib kelish nasib bo'lsin. Endi siz namozni to'g'ri o'qidingiz, bular noto'g'ri o'qidilar degan gap bu keyingi masala. Xudoyim taolo bir bandani bilib o'qidimi, bilmay o'qidimi, Allohga taslim bo'lganini o'zi birinchi navbatda banda uchun inshaalloh xayrli bo'ladi. Muso alayhisalom bir biyobondan, dashtdan o'tib ketayotgandilar. Yo'llarida qo'y boqadigan bir cho'ponni namoz o'qib turganini ko'rdilar. Haligi cho'ponga razm solib qarab tursalarki, cho'ponni namoz o'qishi boshqacha. Ya'ni qo'lini qiyomga boylaydi-yu, "Ey Alloh, qo'ylaring bo'lsa boqardim ey" deydi. Yana tizzasini ushlab rukuga yiqiladi-yu, "Ostoning bo'lsa supurardim" deydi. Yana sajdaga yotadi, boshini qo'yadi-yu, "Yo Robbim Allohim, kiring bo'lsa yuvardim, nima yumushing bo'lsa qilardim" deydi.
Haligi odamni namoz o'qishiga Muso alayhissalom qarab turdilar, tikilib, termilib turdilar. Qarasalarki, haligi namoz juda g'alati gaplar bilan o'qilyapti. Namoz tugagandan keyin haligi ummatni chaqirdilar. Siz hozir nima ish qildingiz dedilar. Haligi odam Muso alayhissalomga qarab, "Yo payg'ambar alayhissalom, men namoz o'qidim" dedi. Namozni bunaqa o'qimaydi dedilar. Allohning qo'yini boqilishiga, ostonasini supurilishiga, Allohning kirini yuvilishiga muhtoj zot emas dedilar. Haligi odam xafa bo'ldi, noumid bo'lib qoldi. Lekin ixlos bilan o'qiyotdi o'sha sajda qilib namozini. Muso alayhissalom yo'llarida davom etdilar, keturdilar. Bir daryoni boshiga yetib borganlaridan keyin qarasalarki, daryo toshib oqyapti. Qo'llarida aso ko'tarib yurardilar. Haligi asoni shunday uzatuvdilar, daryoni ustiga taxta ko'prikka aylandi. Taxta ko'prikning ustidan o'tdilar, qirg'oni nari boshiga kelganda yana qo'llarini uzatuvdilar, yana asoga aylanib qoldi. Endi orqalariga qayrilib 2 qadam yuruvdilarki, orqalaridan ovoz keldi. "Ey Muso alayhissalom, namozni to'g'ri o'qishni o'rgatib keting. Noto'g'ri bo'lsa to'g'risini o'qing, Xudo rahim qilsin" dedilar. Muso alayhissalom shunda orqalariga o'girilib qarasalar, haligi boyagi g'alati gaplar bilan namoz o'qiyotgan cho'pon suvni ustida, oynani ustida yurganda yurib kelayotganini ko'rdilar. Muso alayhissalomning etlari jimillab ketdi va orqalariga qarab aytdilar: "Qayturing, sizni allaqachon ibodatingiz qabul bo'lgan ekan. Men payg'ambar bo'lib, taxta ko'prigiga muhtoj bo'lib turganimda, siz oynani ustida yurgandek suvdan o'tib keldingiz. Sizni allaqachon Xudo yarlaqagan ekan" dedilar. Shuning uchun avvalamboshi ibodatga kelaylik. Ana keyingi masala qayerdadir xatoyimiz bo'lsa, asta-astalik bilan, musulmonchilik sekin-sekinlik bilan, sekin-sekin bilmaganimizni bilib, kamini to'g'irlab qarab olsak, keyin durust bo'ladi. Lekin bir o'qiyotgan odamni noumid qilib, siz o'qimang, baribir namozni noto'g'ri o'qiyapsiz yoki kimdir Qur'on o'qisa o'qimang, to'xtating Qur'oningizni, siznikida xato bor deyishlik hech kimda, hech bir insonda unaqa haq-huquq yo'q. Va marhamat qilinadiki, qabrga qo'yilganimizda bizdan birinchi bo'lib so'raladigan narsa ham aynan shu iymondan keyin namoz bo'lar ekan. Nahiy munkar farishtalari oyoq tomonimizdan qabrning oxirgi guvalalari terilib, suvalib bo'lgandan keyin kirib kelinar ekan. Har bitta tirijon vafot etganidan keyin qabr bekorga tim qilib, sag'ana qilib ko'milmas ekanki, mana shunga uzatgan holatda o'tirib olib, nahiy munkarga yuzlangan holatda javobini berar ekan. Va mana shu yuzlangan holatda bergan javoblarda birinchi bo'lib Allohni so'raydigan narsasi: "Ey nahiy munkar farishtalari, qarang. 7 a'zosida sajdani asari bormi?" deb so'rar ekan Alloh. 7 a'zoni payg'ambarimiz alayhisalom bizga ko'rsatib berdilar. Peshana deb turib, burunni qo'shib ko'rsatdilar. Bitta a'zo. Sajdaga tiriladigan 2 kaftingiz 3 ta bo'ldi. Tiz cho'kadigan 2 tizzangizni ko'zi 5 ta bo'ldi va namozga, sajdaga yiqilganimizda oyog'ini qayilib turgan uchlari, 2 ta oyog'ini, panjasini orqalari, bular 7 ta a'zoga aylanar ekan. Va mana shu 7 ta a'zo inshaalloh qabrimiz suvalib, guvalasi terilib bo'lib zimistonda qolganimizda sajda ahlining mana shu 7 ta a'zosidan nur chiqar ekan. Demak, bu chiqqan nur Xudoning marhamati bilan bizni namoz o'qiganimizdan hujjat, darak bo'lar ekan. Va haqiqatan ham nahiy munkar farishtalari Alloh undan sajdani asari ko'rinyapti deb turib guvohlik berganidan keyin chiroyli muomala qilinglar. Bu bandam meni xos bandalarimdan deb Alloh taolo yonimizga tushar ekan. Demak, kimga shu yaxshilik kerak bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom shu narsani olsin deb marhamat qildilar. Xo'p, avvalam aytganmiz, yana aytamiz, jon berayotgan insonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: og'ir dard bilan o'tishi, bedavo dard bilan o'tishi, hech dardini qarangki kalitini topolmay, azob uqubati og'ir bo'ladigan dardlar bilan o'tishi 5 mahal ibodatda yurgan kishiga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom qiyomat kuni shafoatlari bo'lib kelar ekan. Ya'ni shu dardlarga dunyoda qilgan sabri 5 mahal namozli insonni inshaalloh shafoat rahmati bilan yetib kelar ekan. Demak, dard payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar, sizlarga yoqimsiz narsa dard. Lekin bilsanglar-da, dard chekkanda inson qanchalik poklanishini, qanchalik gunohlari to'kilib Allohga yaqin bo'lishini, har kungi dardingizga Allohga minnatdor bo'lgan bo'lardingiz degan ekanlar. Demak, haqiqatan ham Alloh suygan bandalariga dard berar ekan.
va marhamat qilinadiki, mana shu jon berayotgan odamni imkon qadar o'ng tomonini qiblaga qarab yotqizsak yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni sovotgan o'sha mehmon o'rninglarni ko'pincha qo'ng'iroq so'raydi yoshlar. Qandoq qilaylik? G'arg'ara kelib qoldi, nima qilaylik? Ya'ni o'sha qibla misol uchun shu tomonda bo'lsa, o'ng tomon shu tomonga to'g'ri kelgani afzal bo'lar ekan. Chunki jon berayotganda mo'min musulmonning xayrlisi, Allohga yaqin bo'lganlari qiblaga o'ng tomonga moyil bo'lib yuzini qo'yib, ya'ni qiblani qidirgan holatda joni uzilar ekan. Qaysi bir ummatim o'ng tomonga qiblaga yuzini burgan holatda vafot etsa, muborak bo'lsin, sog'lom islom tabiatida o'tibdi degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom. Va inson jon berayotganda terlashi, yirik terlar bilan chekkalaridan oqib terlashi mo'minligini alomati deyilgan ekan. Ya'ni mo'min musulmon banda terlaganda inshaalloh xayr, Xudoning yaxshiligi kelayotganini his qilish kerak ekan. Va jon berayotgan insonni albatta boshida Hazrati Yosin o'qilish kerak ekan. Bilsak o'zimiz, bilmasak biladigan insonni chaqirib turib, Hazrati Yosindan o'qitib tursak, mana shu piyolada suv qo'yib, paxtani botirib og'izlariga tomizishga ham hojat qolmas ekan. Chunki Yosin o'qilganda osmondan 2 farishta tushadi va qo'llarida tillo jon bilan, ya'ni o'sha yotgan, o'lim to'shagida yotgan insonni Havzi Kavsar suvlardan sug'oradi deb marhamat qilingan ekan. Jon berayotgan insonni yana boshida, ya'ni bo'g'im qilib shahodat etib turilsa, jon berayotgan inson shu shahodatga jo'r bo'lar ekan. Ya'ni zo'rlamasdan, tez yetmasdan, la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deb turib bo'g'imlab etilganda, kimdir tili bilan, kimdir dili bilan etib, shunga inshaalloh iymon keltirar ekan. Qaysi ummatimning oxirgi so'zi la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh bo'lsa, ummatimni jannatga kirganiga men kafilman dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Va zikr qilinadiki, namozga olgandek jon berayotgan odamni tahorat qildirib qo'ya olsak, bu ketayotgan odam uchun katta yaxshilik bo'lar ekan. Bir xil joylarga kirib, Hazrati Yosinni boshida o'qib, g'arg'ara kelib qopti onanglarga, tayyorgarchiliginglarni ko'ringlar, bitta tahorat qildirib qo'yinglar desa, o'zi yaqin ekani g'assol kelib yuvadi deydi bir xil qizlar. Uni jon berib bo'lganidan keyin yuvgani boshqa narsa, tahorat qilib. Lekin jon bergunicha namozga qilingandek tahorat qilinib qo'ysa, shahidlar maqomida uzilish bor ekan. Ya'ni kimki namozga olgandek tahorat bilan uzilsa, shahidlar maqomida uzilibdi deb marhamat qilingan ekan. Shuning uchun shuni bilaylik, o'zimiz bolalarimizga vasiyat qilaylik, bildiraylikki, har xil holatda bo'lamiz. Kimdir jon berayotganda til bilan o'tadi. Kimdir jon berayotganda zabondan qoladi. Shunaqa paytgacha vasiyatimizni qilib qo'yishimiz kerakki, ko'chadan bir begona kelgunicha, ko'chadan bir g'assol kelgunicha tahorat qilingan holatda, usti boshimga qaralgan holatda bolalarim meni tayyorlab qo'yinglar deb turib, onalarni, otalarni vasiyati bo'lishi kerak ekan. Avvalgi zamonlarda g'assol degan kasb bo'lmagan. Hammani o'zini bolasi yuvib keturgan. Onani qizlar, otani o'g'illar yuvib keturgan. Lekin keyin bu narsa odamlar bilmay qolgandan keyin g'assollik kasb bo'lib qoldi. Ya'ni shu g'assolni chaqirmasa ishi bitmayapti hech kimni. Avvalgi zamonlarda bitta g'usul qildirib qo'yishi, bitta yuvib ustidan suv quyib kafallab qo'yishi har bitta farzand bilishi shart bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, g'assollikni kasb qilmanglar dedilar. Yug'uchilik kasb emas dedilar. Nimaga? Sababiki har bitta avvalanboshi odamni kuniga o'zini bolasi yarasin dedilar. Qolaversa, agar bu kasb bo'lib qolsa, mana shu g'assollikni kasb qilgan odam o'lik poylaydigan bo'lib qoladi. Bu esa niyatini buzilishiga ham sabab bo'lib qoladi degan ma'noda, ya'ni zikr qildilar. Bizani zamonga kelib kafallik oxirlik bo'lish kerak degan to'xtamga kelib qoldi odamlar. Ya'ni oxirlik bo'lsin, yengi surib bo'lsin. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom zamonlarida odamlar uyida nima bo'lsa, shu narsaga kafanlanib, o'sha narsa bilan qabrga topshirilgan. Nina ishlatilmagan bo'lsin, cho'g'im teyilmagan bo'lsin, kafan qarangki oxirlik bo'lsin degan gap, unaqa narsa tushuncha insonlarda bo'lmagan. Abu Bakr Siddiqdek choriyori radhiyallohu anhuni huzurlariga g'arg'ara kelib yotganda odamlar bag'rlariga bosib bir to'p mato ko'tarib kelganda oxirli mato. Bu nima deb so'ragan ekanlar. "Ya Abu Bakr Siddiq, siz choriyorlarning kattasisiz.
sizga ishlatilmagan oq mato olib keldik, vafot etsangiz shunga kafanlaymiz deganlarida ishlatilmagan oq matoni tiriklarga beringlar degan ekanlar. Tiriklar ko'ylak kiysin, libos qilsin. Mani ikkita ko'ynagimdan kafanlab Allohning huzuriga topshiraveringlar degan ekanlar. Va haqiqatan ham Abu Bakr Siddiq aytganlarida ikkita ko'ynak bilan kafanlab, o'sha ko'ynaklar bilan qabrga topshirishgan ekan. Va marhamat qilinadiki, ana shu vafot etgan kimsani, ya'ni o'sha qabr uyiga olib borib topshirilganda, birinchi bo'lib mana shu janozaga kelgan odam tarqiy boshlaydi. So'nggi qabr boshida qolgan oxirgi odamning qadamlari 7-qadami, oyoq tovushi uzilgan zamondan boshlab qabrda so'roq-javob boshlanar ekan. Ba'zi insonlar bo'lar ekanki, qabrimda qanaqa rohat meni poylab turganini bilganingda edi, ey bolam, mehmon o'rinda, uyimda 1 soat ushamagan bo'larding deb aytar ekan. Ya'ni shunchalik jannatning rohatini Alloh qabriga hozirlab qo'yar ekan. Teskarisi bir insonlar bo'lar ekanki, agar meni qabrda nima poylayotganini bilganingda edi bolam, hech qachon meni qabrga tuproqqa rahming kelardi topshirmagan bo'larding deb nola qilar ekan. Yer yuzidan bitta ketmon ochilganda, har bittamizni qabrimiz uchun bitta ketmon ochilganda, hamma odamdan, yaxshidan ham, yomondan ham qabrdan is chiqishi boshlar ekan. Ya'ni hid taralar ekan. Mana shu qabristonda yotgan jamiki jumla jahon insonni barchasi kelayotgan insonni qanaqa odam ekanligini hididan his qilib yotar ekan. Mo'min musulmon odamni qabridan dedilar payg'ambarimiz alayhisalom, mushka ambar bo'ylari tarqiydi dedilar. Butun qabriston ahli iymon kelyapti deb iymon keltirib turadi. Nima uchun? Chunki ularning dimog'iga urilgan hid jannat hidi bo'ladi dedilar. Alloh panoh bersin, ibodatsiz, harom xarij yurgan, odamlarga zulm qilgan banda borki, qabrdan bir ketmon tortilganda badbo'y hid tarqaydi va butun qabriston ahli mana shu hiddan qarangki larzaga kelib, ey iflos nafs banda, nima gunohlar bilan safimizga kelyapsan deb nola qiladi dedilar. Shuning uchun marhamat qilinadiki, qabrni kovlabdi, kovlolmabdi, kimnidir qabri chiroyli chiqdi, kimnidir qabri tez kovlandi. Go'rkov usta ekan, bu go'rkovni qo'lidan kelmas ekan, evlolmas ekan degan gap yo'q dedilar. Azizlarimiz marhamat qilishyaptiki, har bitta yuvilgan mayit kafanlanishi, odamlarning yelkasida qabriston sari borishi, kovlangan tuprog'ini rangi ro'yi, mayin dag'alligi, ishini tez bitish, og'ir orqaga bosishi, hammasi bitta narsaga, na g'assolga, na go'rkovga, bizaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bizani yashab o'tgan umrimiz, qilayotgan gunohlarimiz, qilayotgan jamiki zug'umlarimizga Alloh panoh bersin bog'liq bo'lar ekan. Shuning uchun kim qanaqa oqibatni xohlasa, kim qanaqa qabrni istasa, hayotda amalini shunga qarab bosaversin deb payg'ambarimiz alayhisalom zikr qildilar.